Xabar informatsion dasturi davom etadi. Ma'lumki, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan mamlakatimizda har haftaning payshanba kuni Yoshlar kuni sifatida belgilangan. Shu munosabat viloyatimizdagi davlat va jamoat tashkilotlari tomonidan turli tadbirlar tashkil etilmoqda. Jarayonlarda asosiy e'tibor yoshlarning muammo va tashabbuslarini o'rganish, ularning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun zarur imkoniyat yaratib berish, yoshlarni vatanparvarlik va yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash masalalariga qaratilmoqda. Vobkent va Kogon tumanlarida tashkil etilgan tadbir misolida mavzuni muxbirlarimiz davom ettirishadi. Haftaning har payshanbasida davlatimiz rahbari tomonidan Yoshlar kuni deb e'lon qilinganligi davlat siyosati darajasida ko'tarilib, uning ijrosi mamlakatimiz bo'ylab ta'minlanyapti. Buxoro viloyat hokimi Botir Zaripov Vobkent tumanida bo'lib, yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning orzu-istaklarini, g'oya va tashabbuslarini amalga oshirish mavzusida tuman yoshlari bilan uchrashdi. Dastlab viloyat hokimi Botir Zaripov Vobkent tumani Kosari mahalla fuqarolar yig'inidagi 10-umumta'lim maktabda tashkil etilgan to'garaklar faoliyatini mas'ullar hamkorligida kuzatdi. Shuningdek, Kosari mahalla fuqarolar yig'inidagi 2-son texnikumida tashkil etilgan nemis tili o'quv kursi hamda o'quvchilarni kasb-hunarga o'qitish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar bilan tanishdi. Kelajagimiz davomchilari bo'lgan o'g'il-qizlar bilan yuzma-yuz muloqot qilib, yoshlarning fikr va takliflarini tingladi. Ularni amalga oshirish, bitiruvchilarni munosib ish o'rinlari bilan ta'minlash masalalari muhokama qilindi. Bildirilgan takliflar asosida yoshlarning savoli ham, masalasi ham ko'p bo'ldi. Mahallalardagi yoshlar yetakchilari, ta'lim muassasalari, texnikum va kasb-hunar maktablarining yoshlari ochiq muloqot davomida bildirilgan takliflari asosida aniq vazifalar belgilab olindi. Hokim va yoshlar uchrashuvi tumanning faol, iqtidorli, tashabbuskor yoshlar bilan ochiq muloqot ko'tarinki kayfiyatda davom etdi. Yoshlarga sifatli ta'lim berish, ularni o'zi xohlagan kasbga yo'naltirish, ishsiz yoshlarni qo'llab-quvvatlash, o'g'il-qizlar bandligini ta'minlash uchrashuvlarning asosiy maqsadiga aylandi. Bu yerda tahsil oladigan talabalarimiz juda ham iqtidorli. Hozirgi kunda kelib men o'zim faoliyatimdan kelib chiqib, biznes klub tashkil qilganmiz. Biznes klubda 40 nafar yosh bitiruvchilar jalb qilingan. Shulardan hozirgi kunga kelib 12 nafar talabamizga biznes reja tayyor kredit olish sohasi bo'yicha. Biznes klubda asosan tadbirkorlik faoliyati to'g'risida tushunchalar beriladi, kredit olish tartib-qoidalari, imtiyozli kreditlar, subsidiya haqida ma'lumotlar berib boriladi. Mana shu yoshlar bilan rahbarlar o'rtasidagi uchrashuvda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan yoshlarimiz o'zlariga kerakli bo'lgan bilimlarni oldilar. Chunki imtiyozli kreditlardan maqsadli foydalanish tushunchalari berib o'tildi. Shu kuni Vobkent tumanidagi Charmgaron mahalla fuqarolar yig'ini binosida viloyat hokimiga biriktirilgan otaliqqa olingan yoshlar bilan uchrashuv hamda yoshlarni zamonaviy kasblarga o'qitish markazi taqdimoti bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida yoshlarning murojaatlari tinglandi. Ularga manzilli ko'mak ko'rsatish kun mavzusiga aylandi. Tadbirkorlikka ishtiyoqmand, vatan taraqqiyoti yo'lida ezgu g'oyalar sari intilayotgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning g'oya va tashabbuslarini amalga oshirish xususida viloyat hokimi soha mutaxassislariga topshiriq berdi. Men Zamonova Sevinch, Ko'ladina mahallasidagi 22-maktabda tahsil olaman. She'rlar yozishga qiziqaman, she'rlar yozib turaman bo'sh vaqtimda. Kelajakda shifokor bo'lib, o'zim vatanim ravnaqiga hissa qo'shmoqchiman. Hozirda yoshlar uchrashuvida men o'z she'rlarimni kitobcha shaklida chiqarishni taklifini berdim. Hokim va yoshlar uchrashuvining tashkil etilganligi har bir yoshga qo'l-qanot bo'ldi. Unda yoshlarning fikr va takliflari tinglanib, ularni amalga oshirish, bitiruvchilarni munosib ish o'rinlari bilan ta'minlash masalalari alohida muhokama qilindi. Bildirilgan takliflar asosida aniq rejalar tuzilib, kelajakdagi vazifalar belgilab olindi.